Nimaga men buni o'zim yaxshi ko'rib qoldim? Bu vitamin C и askorbat natriy. Aynan shamollab yurgan vaqtimda bir hafta o'zimga kela olmay yurdim. Umuman burnim oqishlari to'xtamadi. Zakazga ichishni boshlagandan keyin sразу o'zi doza kuniga 2 tadan bo'lsa, bunaqa vaqtda 4 tadan ichiladi. Ikkinchi kun уже burnim oqish to'xtab, 3-kunga полностью to'xtadi. И sразу jonim qaytib, qolim qaytib o'zimga kelib qoldim. Buning sababi nimada? Bunda vitamin C и plus natriy. То есть askorbat natriy, vitamin C bilasizlar limonda immunitetni ko'taradi, holsizliklarni ketkazadi. Askorbat natriy еще plus kollagen ishlab chiqarish xususiyatiga ega. Agar siz постоянно gripp bo'ladigan bo'lsangiz, постоянно shamollaydigan bo'lsangiz, buni ichishni boshlaganda immunitet ko'tariladi. Immunitet ko'tariladi, kasal bo'lmaysiz, hech qanaqa kasalliklar sizni olmaydi. Agar kasal bo'lib qolgan bo'lsangiz, 2 barobar ko'p ichiladi. Unda kasalligingiz tez va oson o'tib ketadi. Tez oyog'ingizga turib olasiz. Kim постоянно mana shunaqa kasal bo'lib yuradigan do'stlaringiz bo'lsa, shamollaydigan viruslarga chalinadigan do'stlaringizga yuborib qo'ying.